Assalomu alaykum hurmatli tadbirkorlar. Biz Agrobank Andijon filialida PK 312 qaroriga asosan tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlash maqsadida kitlarimiz bor. 6 yilga beriladi, 2 yil imtiyozli davri bilan. Bu qanday tadbirkorlar oladi buni? Oldin 1 yildan beri faoliyat yuritayotgan tadbirkor solig'ini vaqtida to'lab, ishlab chiqarish yoki shu ishlab chiqarishni kengaytirish maqsadida olsa bo'ladi. Ikkinchisi, oldin 33 million oilaviy tadbirkorlik yo'nalishi bo'yicha kredit olgan, vaqtida namunali toifada yopgan. Shularni ham yangi tadbirkor ochib, shu maqsadda shuni kengaytirish maqsadida tadbirkorlikni rivojlantirish maqsadida 100 million so'mgacha kredit olsak bo'ladi. Keyin yana yangi kreditimiz ochildi. PK60 degan yoshlar bo'yicha u yosh tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlash maqsadida 5 yilga beriladi, 1 yil imtiyozli davri bor. Bizni tuman toifasiga kiritilgan tadbirkorlarga yoshlar doirasida 18%, o'g'il ayol kishi bo'lsa 18, o'g'il bola bo'lsa 20% dan beriladi.